Leksiyimizni davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Çavuşan raketasını akıldı. Mavzu. Amerika-Jungo münasebetiga yeni xiris elip geldi. Mavzulu haber 11 ayının 30 günü Amerika ovozning Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington. Pyongyang 11 ayının 29 günü Xitoylar aravchidigan bir tane raketani sinaq qilib, 2 aydan beri jemlikni buzib, bütün dünyanın nazarini yana bir qatam Çavuşan yadro qurolları planiga merkezlashtirdi. Bu qatam Amerika tuproqlariga yetib keladigan raketani sinaq qilib, g'alaba qozonganligi Prezident Trumpni vazifaga o'ltirgandan beriki eng og'ir diplomatik siyosat tahdidiga duchor qildi. Endi Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning munosabatini yangi xirisqa duchor qildi. O'xshashli bir vaqtda Amerikada bir nafar nopozdoq senator ogohlantirib mundaq dedi. Prezident Trump zo'r zarar tepilganda Çavuşan siyosiy hokimiyatini bet-chet qilib, Amerika bu davlatning bexatarligini kapolatga ega qilishga tayyorlanib qo'yish kerak deb ko'rsatdi. Çavuşan nazariya jihatda Amerikaning quruqliqqa yetib kelaydi deb qaralgan raketani sinaq qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump burunqidek g'azab va o't yolqini bilan javob qaytaramiz demedi. Bexaraman balki noiti mujmal holda mundaq ko'rsatdi. Biz bir taraf qilamiz. Prezidentning bu xil inkas qaytarishi balki Kim Jong-unni g'azablantirib qo'yishdan saqlanishni ko'zda tutgan bo'lishi mumkin. Balki Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan beriki eng og'ir diplomatik tahdid bargan sari og'irlashayotgandi. Balki Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyinki eng og'ir diplomatik tahdid bargan sari og'irlashayotgandi. Raketa sinaq qilish Amerika-Jungo munosabatiga xiris elib keldi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi muavin ministri Jin Ziguang Prezident Trumpning Jungo ziyoratining xulosalab bunday ko'rsatdi. Çavuşan masalasida ikki taraf xalqaro yadro qurollarini kengaytmaslik, sistemimizni qo'g'dash, atrofliq tekshirishga bo'ladigan Çavuşan yerim orol yadrosizlashtirish nishonini qo'g'dashga tirishchanlik ko'rsatishga Jungo Amerika birda qo'shildi. Çavuşanning yadro davlatlik o'rni e'tirof qilmasligi birda qo'shildi. Çavuşanni yadro davlat deb e'tirof qilmaymiz dedi, Jungo Amerika birda qo'shildi. Prezident Trump Çavuşanga embargo yurgizishni kuchaytirib, Jungoning rol o'ynashiga haydakchilik qildi. Çavuşan yangi sinaq qilgandan keyin Prezident Trump Amerikaning ittifoqdoshlari bilan telefonlashgandan boshqa Rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Telefonda Prezident Trump Amerikani va ittifoqdoshlarini qo'g'daydiganligini, Çavuşanning tahdidiga uchramaydiganligini bildirdi. Jungoning Çavuşanga ta'sir ko'rsatib, Çavuşanning ig'vogarchini cheklashni tashabbus qildi. Jungo qanday harakat qilinishi mumkin vatandoshim? Çavuşan yerim orol yadrosizlashtirishdan iborat o'zgarmaydigan bu nishon masalasida Jungo zodi qanchalik uzoqqa mang'alaydi. Bilgili bo'lmaydigan bir ishdir. Jungo yaqinda do'stlik ko'vrigini taqadi. Çavuşan tarafning remont qilishiga topshirdi. Bundan burun Jungo aviatsiya shirkatining aeroplanlarini yo'lovchilar kim degan yo'lovchilar kam degan bahona bilan Pyongyangga uchishni to'xtatdi. Yo'lovchilarning Pyongyangga uchishini to'xtatdi. Bularning hammasi Beijingning Pyongyangdan norozi bo'lganligining ifodasi ekan. Lekin Washington pochtasi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Alomatlar oshkorildiki, Jungo balki Amerikaning Çavuşanga
qattiq besim ishiltish to'g'risidagi talablardan bizar bo'lgan bo'lishi mumkin. Yani şari gizli bir parça makalesi mındak görse Çavşen bu qatam raketasını qilib Amerikaning burunqi Çavşen siyosetini mag'lub qildi. Shundaqla Prezident Trumpning Çavşen masalasini bir taraf qilish usullarining g'alaba qila olmagan alomatlarini ko'rsatib berdi. Amerika Kengash palatasi a'zosi agar ahvol o'zgarmaydigan Amerika urush yo'liga qarab mangdi deb ko'rsatdi. Prezident Trump Çavşenga embargo yurgizishni kuchaytirish bilan birga Prezident Trump bilan Çavşen masalasini chunqur muhokama qilgan. Amerika Janubiy Karolina shtatining Cumhuriyetçiler Partiyasidan senator Gerrit Çavşen mengayotgan yo'l va bu yo'l paydo qilgan oqibat to'g'risida qattiq ogohlantirish berdi. Geren efendi Amerika simliq televiziyasi mundaq ko'rsatdi. Agar ahvol o'zgarmaydigan, biz bir maydon urushga qarab mangamiz. Kengash palatasi Harbiy ishlar komitetining a'zosi Geren mundaq ko'rsatdi. Menga intayin aniqki, Çavşen bilan bo'lgan urush nihoyatda ko'p miqdorda o'lim yetim paydo qiladi. Lekin u ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump davlat bexatarligi bilan ro'yin bexatarligi o'rtasida tanlashni ishga oshirish kerak. Ya'ni Prezident Trumpga davlat Amerika bu davlatning bexatarligi kerakmi yoki ro'yinning bexatarligi kerak? Senator Graham mundaq ko'rsatdi. Zarur topilganda Prezident Trump Çavşen siyosiy hokimiyatini betchet qilib, Amerikani qo'g'dashga tayyorlik qilishi kerak. Zarur topilganda Prezident Trump Çavşen siyosiy hokimiyatini betchet qilib, Amerikani qo'g'dashga tayyor turishi kerak. Men Çavşenning tushunib olishini, agar Prezident Trump Çavşen siyosiy hokimiyatini betchet qilish bilan Amerika bu davlatning bexatarligini qo'g'dash o'rtasida tanlashga to'g'ri kelsa, Prezident Trump Çavşen hokimiyatini betchet qilishni tanlab oladiganligini Çavşen tushunib olishini umid qilaman. Men shundaqla Jungoning bu nuqtani tushunib olishini umid qilaman. Senatorim deydi, men shundaqla Jungoning bu nuqtani tushunib olishini umid qilaman. Geren efendi Kengash palatasining bir qatamliq guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika bilan Jungo o'rtasida urush portlash muqarrar bo'lib qolsa, Amerika bu urushni Amerika tuprog'ida emas, balki bu urushni Çavşen'de qilishni tanlab oladi.